Ba'zida torbet program yozgan vaqtimizda shu obyektimizga, ya'ni rasmga yoki DIV'ga bir ko'langi chiqarishga ehtiyoj bo'lib qolamiz. Bu ko'langi chiqqan vaqtida ko'langining x, y oq bo'yicha shu ko'langini kontrol qilishga ehtiyojimiz tushadi. Bundaq vaqtda biz shu filtrning o'zida drop shadow deydigan bir narsa bor, shuni ishlatamiz. Men bu biyolorning ichidagi qiymatlarni elib etdim. Albatta bizning bunga ehtiyojimiz yo'q. Elib etgandan keyin biyolorni o'chirib drop shadow ni yozib qo'yay. Drop shadow olsun. Hem bu drop shadowga hech qanday qiymat vermay turib, programni qo'zg'atsam, ya'ni Internet Explorerni qo'zg'atsam, buningda mundaq bir alaylikni ko'rmayman. Mouse'ni ekasam bir ko'langi chiqayotganligini ko'rmayman. Bir ko'langi. Hem drop shadowning asosiy roli shu, ya'ni ko'langi chiqarish. Hem bu xil ko'langiningki ba'zi bir kontrollarni biz boshqara olishimiz kerak. Masalan, rangini, masalan, chiqayotgan yo'nalishni x, y oq bo'yicha. Biz bu oldin qatimda ba'zi bir narsalarni so'zildik, ammo mushnoda yana mush ko'langiga munosabatli narsalarda ko'langiningki qanday qilma uslubini kontrol qila olishim kerak. Unda bo'lsa drop shadowda men shu narsalarni bir taraf qilib qo'yay. Birinchi xasligi color bo'lsin. Color deganim tang bo'lsin. Buningga xohlagan qiymat olsam bo'ladi. Masalan, agar red deb yozib qo'yay. Red deb bir rangni olsammi, o'xshashlam programni yangilasam qizil ranglik bir ko'langi hosil qilganini ko'ra olayman. Color deganimizni 16 xonlik san bo'yicha seplab beray. 16 xonlik san bo'yicha ma'lum bir rangni seplaylik. Xohlagan rang bo'lsin, masalan, qizil ulamdi, yeshil yoki sariq ulamdi degandek xohlagan bir rang bo'lsin. F 9 0 qilib 16 xonlik san sistemasi bo'yicha berdim. Bagana yoq peshni urib etdim. Ofx deganimizdan 3 bo'lsin. Of y deganimizdan 3 bo'lsin. Bu yerda ham programni qo'zg'atsam, navbatdagi rangni seplab berdi. Ham mayada bir diqqat qilishga tegishli narsa bor. Sizlar buningga 16 xonlik san bergan vaqtinglarda bir narsaga diqqat qilishingiz kerak. Mayada 3 xonlik ranglarni berdi odatda. Shundaqo, qarasam, muqim ranglarni 3 xonlik rang bo'yicha berdi. Masalan, O yoki 0, C, F K mavi. Men bu rangni seplab qo'ydim. Seplagandan keyin qaytib chiqib, programni qayta yangilasam, mayada bir masala kelib chiqadi. Ya'ni meningki rangim, navbat seplagan rangim asli rangni tunib, bergan qimmat rangini tunimaydi. Bu aslida mavi bizga qanday talab qo'ydi bu? Cho'qim mushadiki rang 6 xonlik rang bo'lishini talab qiladi. Yani 16 xonlik san sistemisidagi ranginingki parametrninki 6 xona bo'lib ifodalanishini talab qiladi. Masalan, boshqada bir parametr berib qo'yaylik biz. Mavi o berib qo'ydimmi qandaqa? 2 dan 0 mavi, 2 dan 0. Hamda parametrni seplasam, rang endi seplandi. Nimishqa degan vaqtida rang ilishda mana drop shadow 16 xonlik san sistemasining rangini olgan vaqtida 6 xonning to'liq bo'lishini talab qilganligi uchun ashta bo'ladi. Rangning 16 xonlik san sistemasiga parametrni 6 xona bo'yicha seplab bersizlar va yoki bo'lmasa navbatdagi rangni ismini bevosita yozib bersizlar. Masalan, blue. Ko'k rang seplamoqchi bo'lib, blue dedik. Programni qo'zg'atsam ko'k rang seplab berdi. Masalan, biz necha vaqtdan yo'q kul rang qilgan bir narsani o'rgandik. Gray deb bu parametrni seplab bersam, kul rangni rangni berdi. Kul rang. Mashinaga o'xshash. Endi qarasam, ko'langa biroz sus, shundaqmi? Bu mana men parametrni bekitib qo'yay. Hozir buning qiymati 5 kichik qiymat bo'lsa, bu 0 bo'lgan vaqtida o'zining parametrni olmaydi. Masalan, -3 qiymatni olsak, parametr qayerga bordi ekan ko'rib boqaylik. Ustiga chiqdi hozir, shundaqmi? Ostiga tushgan parametr ustiga chiqdi. Agar plus 3 bo'lsa, y-ninki y parametrning y yo'nalishidagi ko'langa plus 3 bo'lsa, olda qarsam ostida turadi. Ham bu demakchi, shu ko'langiningki y oq bo'yicha surilishi va y oq bo'yicha navbat tushgan nur qaysi yo'nalish bo'yicha tushsa, ko'langa shuning yo'nalishida bekitiladi, shuningga o'xshash ofx bilan ofy dal shu ko'langiningki parametrini belgilaydi. Masalan, 0 olsak, bu hech qanday bir yo'nalish belgilamagan. Yoki masalan, x oqdagi ko'langini men yo'q qilib aytgan bo'ldim hozir, tik oqdagi. Qarsam tik oqdi ko'langi yo'q. Agar buni 20 deb qo'y, 20 olsam, saqlaganning yoqi yangilatib ekasam, ko'langiningki doirasi cho'ng'ayotdi, shundaqmi? 0 parametr olgan vaqtida yo'q bo'ladi.
Masalan, x o'qninki parametri minus qimmat olsa, so'l tarafga chiqadi. Masalan, hozir men buningga minus 20 degan parametrni yurib qo'ysam, buning ko'langisi hozir oldin qatimda o'ng tarafda, endi bir qatim yengilsam, so'l tarafga chiqqanini ko'raman. Ostninki y o'qninki plus qimmat olgan ostiga minus qimmat olganda ustiga chiqadi. Masalan, minus 3 qilib qo'yaylik yoki minus 33 qilib qo'yaylik. 33 deb bir ko'langa versam, bu ko'langa üst tarafga chiqdi degan. Üsti va so'lga chiqdi hozir, üsti va so'lga chiqdi. Shunga o'xshash. Ham buningki ishiltish o'rinlari nihoyat ko'p. Biz hozir mouseni ekansak, yandigan qilgan bilan mouseni ekanmasakmi turadigan ba'zi bir parametrlar bor. Masalan, borderdan sirt mushundaq bir alayda bir ramkaga ehtiyoji qo'yib qolgan bo'lsak, ko'langa chiqarib ikkisak bo'ladi. Jurab Shadow'ningki parametrlari shu. Buna diqqat qilsizlar.